Elhamdülillahillazi la ilahe illa huve el-aliyyul kebir. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, bulup mu muhterem Müslüman yaşlarımız, Allah Subhanahu ve Teala bizden razı boğudek, özümüz ve ailemiz, cemiyetimizge dini, siyasi, ictimai cihetten igi buluduğun, kelgüsü yeni, parlak, galbilik ve halıklarga payda yetkizdiğin, Müslümanlarga payda yetkizdiğin, canlıq ilgar bir nesli bulumuz, canlıq ilgar bir yaş, avangard koşun bulumuz deydiğen bolsak, biz yukarıki derste algandek, evvelen özümüzün ideologiya hukumida qayerda bolsak, Allah Subhanahu ve Taala'dan korkuduğun, Allah Subhanahu ve Taala bizge tapşırgan dini, siyasi, ictimai barlık mesuliyetlerini joyida ada qilish bilan birga ailemizga, xalqimizga ve biz yaşayotgan muhitga Allah razı bo'ladigan yaxshi axloq ve yaxshi bo'lgan amallarni keng tarqata oladigan, har qandaq bir yaxshilikda oldima oladigan foydali mevlik daraxtga o'xshash, munbat o'simlikka o'xshash yaxshi kishi bo'lishimiz lozimligini so'zlab o'tdik. Demek ishning bashi taqvodir ve Allah Subhanahu ve Taala'dan haqiqiy qo'rqqan yurak egisi bo'lish. Xuddi sağlam daraxtdan sağlam meva chiqqanga o'xshash, Allah Taalaga ixlosman taqvodir bo'lgan vaqtimizda undan keyin bizdan insoniyat jamiyati dunyo ko'rib bakmagan nurg'un güzel amallar, güzel natijalar maydonga keladi. Allah Taala'ni razı qilish bilan birga insoniyatga mu haqiqiy yaxshi foydalarni keltira olamiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz yoshlarning Allah Taalaga ixlosman bo'lib güzel natijalarni keltirishdagi omilning birinchisi taqvodorlik bo'lsa, buning qarshisida taqvodorligimizga, samimiy niyatimizga, ixlosmanligimizga, haqiqiy safolik bir ilg'or ixlosman yosh ekanligimizga ziyon soladigan eng yomon omil mikroblar bor. Shu mikrob omillarning har qandagidan biz o'zimizdagi saf ixlosmanlikni, o'zimizdagi Allah Taalaga bo'lgan samimiyatimizni musulmon ummatimizga bo'lgan xizmat qilishimizdagi samimiyatimizni, musulmon xalqimizga bo'lgan samimiyatimizni, bo'lib Sharq Turkiston musulmonlarini zulmdan qutqarishda bo'lgan samimiyatimizni amallashtiramiz desak, mushu bizga kelib oladigan va bizni yiqitib tashlaydigan va bizni mas'uliyatimizni ado qilishdan cheklab qo'ydigan, Allah Taalaning yordamiga erishdimmi, quruq qo'ydigan, oxiratda ham Allohning rizoligiga erishdimmi, quruq qo'ydigan, bu dunyoda faqat quruq xizmat qilgan bo'lib hech qanday natijasiz qoladigan bir yomon mikroblar bor. Mush mikrobdan saqlanishimiz kerak. Bu mikrobning birinchisi qarindoshlarimiz riyogarlik. Riyogarlik xuddi bir-biriga qarshi bo'lgan ikki qutbdek, bir-biriga qarshi bo'lgan o't bilan sudek. Riyogarlik Allah Subhanahu ve Taala qarta bo'lgan ixlosimizni o'chirdi. Chunki riyogar insonlar, riyogar kishilar, ular mayli olim bo'lsin, mayli o'qirman bo'lsin, mayli ibodat qilg'uchi bo'lsin, mayli oilada ailesining xizmat qilgan bir ona bo'lsin yoki ota bo'lsin, jamiyatda yetakchi siyosiy bir mujohid yoki da'vatchi bo'lsin, iqtisodini, jamiyat, xalqni dunyo oxiratning baxtiga erishtirish uchun chiqim qiladigan bir saxovatchi bo'lsin, har qanday bir askar yoki qo'mondon bo'lsin, riyogarlik kishilar uningga yo'qidi ekan, xalq va insonlar olqishlasa, olqish chavaki qo'ldan chiqib yangrab tursa, qiladigan xizmatini davomlashtirdi. Agar olqishavak kishilarning olqishishi ularga bo'lmaydigan, faqat Allohlam rozi bo'ladigan ishkanligini haqancha bilsimi, o o'zining ishida davomlashtirmaydi. Kishilarning rizoligini deb yaxshi ishni ummatga, xalqqa, o'ziga, diniga foyda yetkazadigan ishni tashlaydi. Kishilarning noroziligini deb
yaman har qandaq ummatga, xalqqa, o'ziga, diniga ziyon soladigan ishlarni qildi. Shuning uchun qarindoshlarimiz haqning odami bo'lmay, kishilarning havoyi havasining odami bo'lib qoldi. Biz ana shundaq bizga bo'libmi bizning diniy, siyosiy, ijtimoiy xizmatimizda alohida bizga to'sala bo'ladigan hozirgidek bizning xalqimiz, bizningki xalqimiz ichidagi barliq iqtidorlarimiz, mayli u iqtidorlar ma'naviy iqtidor bo'lgan iymon, iqtisod va mayli u iqtidor ma'naviy bo'lgan iymoniy iqtidor bo'lsin, ilmiy iqtidor bo'lsin va ulardagi har qandaq bir o'zining dini va millatiga tuhfa qatadigan mutaxassis iqtidor bo'lsin yoki tashqari bo'lgan ijtimoiy iqtidor, iqtisod, fan taraqqiyot vositaga ega bo'lgan qo'lida amaliy moddiy kuch-quvvati bor kishilar bo'lsin. Mushundaq har bir qo'lida bor iqtidorni, qo'lida bor Alloh bergan ne'matni agar riyogar bo'lsa, o'zini maqtaydigan o'rniga ishlaydi. Agar u maqtash diniga, millatiga, islomiyatiga, oxiratga ziyon solsa-mu, u qo'lida bor iqtidorini yomonlikqa ziyon yetkazadigan har qandaq bir hashamatchilikka bika ishlaydi. Agar u riyogarlikni deb diniga, millatiga, o'ziningki kelgusi istiqboliga ziyon soladigan ish bo'lsa-mu. Shuning uchun qarindoshlarimiz, bizning hozirgi zamonimizdagi yoshlarimizga eng muhim bo'lgan omildan birisi bizning Sharq Turkiston musulmonlarimiz moddiy va ma'naviy bo'lgan kurashga, moddiy va ma'naviy bo'lgan qurbonlik ehtiyojli. Shuning uchun mushuning hammasida faqat Alloh taoloning rizoligini deb Allohga ixlosman bo'ladigan bir yangi islom jamoatining yangi bo'lgan bir musulmon sap fidokor musulmon qo'shinininki bo'lishiga bizning xalqimiz nihoyat qattiq ehtiyojli. Shuning uchun mushundaq bir paytda biz ixlosmanlikni o'zimizga qurol qilib riyogarlikka qarshi turishimiz kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا deydi.